Azizlar, farzand tarbiyasida ham halol luqmani juda katta o'rni bor. Men eslataman xolos, bu yangilik emas. Hayotda ko'ramiz, shunaqa insonlar bor. Harom yo'l bilan pul topib boyayotgan insonlarni ko'ramiz, lekin yoshlikda bilinmaydi, o'tib ketaveradi sinov davrida. Lekin ba'zilarida Alloh taolo yoshligida, ba'zilarini keksaligida endi haligini jazosini beradi. Juz'iyini. Pishqirib yurgan boy birdaniga og'ir kasal bo'lib qoladi. Pishqirib yurgan boy endi rohatini ko'raman deganda o'g'lini arkaman, qizi fohisha bo'lib chiqib qoladi. Nimadan? Halolni halol, haromni harom degan odam basda. Men bir kitob o'qidim. O'sha kitobda muallif yozadi, kitobni yozgan odam yozyapti. Menga bir inson kelib shu voqeani aytgan uchun kitobimga kirityapman. Chunki kitob farzand tarbiyasi to'g'risidagi kitob. Men deydi rahbarman deydi. Rahbar bo'lib ishga o'tdim deydi. Shu rahbarligimda bir insonni ishini bo'ladi deyishim uchun deydi, pora oldim deydi. Ya'ni qo'l qo'yib berib, "Seni ishing to'g'ri" deyishim uchun shundoq ham shuni haqqa berishim kerak deydi. O'zi to'g'ri ish deydi. Lekin men qo'l qo'ymasam o'tmas ekan. Shu qo'l qo'yishim uchun pora oldim deydi. Rishva deydi. Oldimda bozor uchar qilib ayolimga bir yaxshilab taom qil dedim. Ayolim taom qildi deydi. Kechqurun taom tanovul qilyapmiz deydi. Shu vaqtda o'g'lim deydi, "Hey yo'q, be yo'q, shunday tur" dedi, "Men ishim bor" deb deydi, o'rnidan turib chiqib ketmoqchi bo'ldi deydi. Keyin "Ey bolam, o'tir" dedim deydi. "Taom yeb bo'laylik." Ya'ni insofli poraxo'r ekanda, duo qilaylik debdi, musulmoncha qilib aytganda. "Qayerga turib ketasan" debdi. Porani olib kelgan, lekin duoni bilar ekanda. Shunda haliga bola shunday qarab, "Nima endi? Bitta bozor qilib kelib, onam osh qilsa-yu, ovqat qilsa shuni minnat qilib o'tir tur deysizmi? Ishim bor" debdi. Hali odam aytadi, "Bolam menga biror marta shunaqa gap gapirmagan" deydi. Hayron bo'lib qoldim deydi. "Ya tavba, bolam nimaga unaqa menga gap qaytaradigan bo'ldi? Hech unaqa demagan dedim. Lekin deydi, mana u qovun kallaga unaqa kelmayapti deydi. Olib kelgan narsang nima degan narsa kelmayapti deydi. Bir oy o'tdi, maosh oldim deydi. Oylik oldim, ya'ni ishlaganimni maosh berdi. Yana bozor uchar qilib keldim, ayolimga aytdim, yana o'sha taomni qildi deydi. Shu taomdan bir luqma olganimizdan keyin deydi, o'g'lim deydi, onasiga qarab, "Onajon, bugun ovqatingiz nihoyatda shirin bo'pti" deb aytdi deydi. Shu joyda Alloh taolo meni qalbimga soldi deydi. Bir oy oldingi olib kelgan ovqatim ham xuddi osh edi. Sizlar tushunishinglar uchun aytayapman. O'sha shirin edi deydi. Bu ovqatim ham osh, o'sha shirin, lekin bolam shirin bo'pti deb aytayapti. Sababini bildim, halol bo'lgani uchun deyapti. Men bir marta harom luqmadan olib kelgan taomni bolamga berganim uchun bolamning tarbiyasi birpasda o'zgardi. Shu kuni qasam ichdim. "Ya Robbi, tavba qildim. Gunohimni kechir. Bugundan boshlab har qanday harom pulni olmayman, har qanday harom pulni uyga olib kirmayman" deb Allohga va'da berdim. Shuni muallifga aytayaptiki, siz kitobingizda yozing. Men hayotimda bo'lgan voqea bu. Boshqalarga ta'sir qilsin, boshqalar menga o'xshab qiynalmasin, bolalarning tarbiyasi buzilmasin deyapti. Shuning uchun azizlar, kimimiz qayerda ishlashimizdan qat'iy nazar musulmon o'laroq haromdan tiyiling. Harom juda qiziqda azizlar. Harom borku, kelishi ham oson bo'ladi. Shunday, "Mana oling" deydigan variantda keladi. Uncha ko'p ham bel og'rimaydi haromda. Chunki yolg'on borda haromda. Ko'z yumib, bu meniki devorsa hech kim ishlasa deya olmaydi. Harom nihoyatda shubhali va yengil kelganligi uchun bu hayotda inson shu jarliqqa tushib qolaveradi.